Yillik blogim davomida juda ham ko'plab narsalarni reklama qildim. Kiyim-kechak, kofe, hattoki qurt, pulga. Qurilish kompaniyalari, kosmetologlar, doktorlar va hokazolar. Lekin 5 yil blogim davomida hali hech qaysi kartoshka piyoz sotadigan inson meni pulga reklamaga chaqirmagan. 3 marta $1,500 kartoshkalarni reklama qilgani keldim. Da. Chechenko pulni bersa hamma narsani reklama qiladi. Lekin u sifatli bo'lsagina reklama qiladi. Hazillashdim, pulga kelmadim. Yoshligimdan esimni tanimmanki, Chilonzor Targov sentrdan oziq-ovqat, ya'ni kartoshka piyozlarni xarid qilardik va aynan shu bozorda meni yoshligimdan ulg'aygan bir insondan hozir narsa xarid qilib, ularning tovarlarini reklama qilishga keldim. O'zlarining xabarlari yo'q, surpriz bo'la qolsin. Reaksiyalarini ko'ramiz. Mana shu targovdan to'g'ri kirganlarda o'shda mo'ylovli bitta kishi kartoshka piyoz sotadilar. Assalomu alaykum. Reklamaga keldim, rahmatulloh aka. Birinchi pulimni bering, $1,500. Yo, barterga, hop, o'rniga narsa olam, bo'ldi. Qizlar Chilonzor Targov sentriga kelib, darvozadan to'g'ri kirganlarda mana o'ng qo'lda o'zi bittadan mo'ylovingiz qanday, rahmatulloh aka, mo'ylovli kishi demoqchi. O'zi o'stiring, hopmi? Mo'ylovdan tanib olishadi. Mana shu burchakda rahmatulloh desanglar, hamma sizlarga ko'rsatib boradi. Xo'p, nomer 1 kartoshka piyoz 2025-yilda yerda o'sadigan barcha eng sifatli narsalarni rahmatullohdan topsanglar bo'ladi. Ham bularda boshqa bozorlarga qaraganda ancha arzon. Nimaga desanglar, Optim necha yildan beri shug'ullanyapti? 27 yil beri. 27 yil. 27 yil. Esimni tanimayki, faqat bulardan olamiz. Karom, mana kartoshka, piyoz, bolgarskiy, baqlajon. Ishonasizlarmi? Qishdachi qulupni ham bulardan topsanglar bo'ladi. Xudo xolasa. Profillari yo'q qoldiraydisan, bozordan qidirib kelaverasizlar. Endi menga narsa bering. Xo'p, bo'ladi. Barterga narsalarni olib oldim.